Salom do'stlar, mana Paus'ning listingi ham bo'ldi. Hozir claimni ko'rib chiqamiz. Undan oldin mana YouTube'da ko'rayotgan insonlar bo'lsa, kanalimizning nomi Notkruk. Soqqa deb yozsangiz ham Telegram kanallari ichida kelib chiqadi. Phantomga kiramiz va lupa joyiga bossak, o'sha Paus'ning claim'i o'zi chiqib turibdi. Shu orqali kirib ketamiz. Agar bu joy bo'lmasa, ссылкасы bor, chatda so'rashlaring mumkin va подтвердить bosganimizdan keyin mana kiradi. Tega dashboard. Endi pastga tushib next bosamiz va claimni bosamiz. Bilasizlar, komissiyaga Solana kerak bo'ladi. Bu haqda oldingi videolarda postlarda aytib o'tganman. Bu yoqda endi kichkina strelkachani bosamiz. Bosganimizdan keyin mana komissiyalarini ko'rsatib o'tmoqda. Подтвердить bosganimizdan keyin bizga o'sha monetalarimizni уже tashadi. Buni ko'rish uchun o'sha pastdagi yana 3 ani bossak, tak atmeni bosib, 3 ani bosib obnovить qilsak, ana monetalarimiz kelib tushgan. Mayli, sog' bo'lamiz. Tushunmagan joy va savollar bo'lsa, albatta Notkrukda beramiz.